Yomon yurang olib ketdi, ko'rdim, og'ayni qanaqa qo'l tushganini. Ha, ko'rdim, juda qo'rqinchli. Agar biza uxolib tushganimizda nima bo'ladi? Bundan battar bo'ladi, u mayli. Yaxshi ham bizlar qochib qutuldik. Bo'lmasa bizni ham nima qilardi? Qayerdan bilamiz? Shuni aytaman, o'nasimsan. Ajaldan qutulib siz bilan shaqacha keldik. Sizdan anchadan beri bitta narsalarni so'rolmay yuribman. Xo'p, nima ekan? So'rag'ani? Men qarang, o'zi shu narsalarni boshida siz turmayapsizmi? Yo'q, jinnimisan, qanday men turaman bilan boshida. Yo'q, men ishonmayman. O'zi boshida akam bilan meni chaqirgan siz. Birinchidan men akangni chaqirganman. Sen o'zi nima keloding o'zi? Akam menga siz aytgan gapni aytganiga men ham ishonmadim. Keyin akam bilan birga men ham keldim. Shunda hozir men aybdormanmi? Da siz aybdorsiz. O'sha kechasida akam bilan meni chaqirgan paytingiz o'sha joyga bordik. Siz tufayli akamni ajal olib ketdi. To'g'ri, o'sha kechasi men qochdim, qo'rqqanimdan qochdim. Lekin sen qochib ketding-ku. To'g'ri, men ham qochdim. Men ham qo'rqqanimdan keyin qochaman-da. Undan keyin nima bo'ldi keyin? Keyin siz bilan kunduz kuni ko'rishdik. Siz menga akamni topib beraman dedingiz. Kechqurun ko'rishamiz dedingiz. Men xo'p dedim. Keyin men yanimga og'aynim keldi. Og'aynimga ham bo'lgan voqeani aytdim, ishonmadi. Keyin yoningizga kechqurun og'aynim bilan keldim. Og'aynimni ham keyin ajal tortib ketdi. Hammasiga siz aybdorsiz. Siz tufayli shuncha narsa bo'ldi. Shunda hozir hamma muammolarni men tufayli bo'lyaptimi? Agar shunchalik shunday bo'layotgan bo'lsa, voki, bu muammolarning o'zing yech, shundaymi? Men aralashtirib qaytib sog' bo'l, kerak. Agar yordam bergingiz kelmaydigan bo'lsa, bilganingizni qiling. Men o'zim yechaman bu muammolarni. Afroz, ehtiyot bu tomonga bo'ri bor deyishganmi? Ishonmayman unday narsalarga. Meni unday deb qo'rqita olmaysiz. Ajal.